Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ko'p til o'rganuvchilarimiz uchun juda ham oson va sodda tuyulgan, ammo aynan yaxshi darajadagi o'quvchilar ham ishlatayotganda ba'zi bir chalkashliklarga duch keladigan grammatik mavzu bilan tanishamiz. Birinchi o'rinda sam va any. Biz hammamiz bilamizki, sam hamisha sanalmaydigan yoki ko'plikdagi otlar uchun ishlatiladi va bular nimaga kerak ingliz tilida? Biz bilamizki, biz umumiy otlarni ishlatganimizda otni yolg'iz ishlatish biz uchun kamyob holatda biz doimo otni o'zini artikli bilan yoki shunday pronounlari bilan ishlatamiz. Ya'ni agar ot birlikda va u sanaladigan ot bo'lsa, u muammo yo'q. Yoki m noaniq artikl bilan ishlata olamiz. Lekin agar otimiz sanalmaydigan yoki ko'plikdagi ot bo'lsa-chi, bizning uchun doimo sam yoki anydan foydalanamiz. Asosiy tarjimasi sam yoki anyni bir nechta deb tarjima qilinadi, lekin gapni tarjima qilayotganimizda tarjima qilishimiz shart emas va samni biz sanalmaydigan yoki ko'plikdagi otlar bilan ishlatamiz va ishlatayotganimizda ham sam kelgan paytda gapimiz doimo pozitiv bo'lishi kerak. Any ham xuddi sam bilan bir xil ma'noda bir nechta tarjima qilinib, otni ko'plikdagi yoki doimo sanalmaydigan otlar bilan ishlatsa, lekin gapimiz inkor yoki so'roq tarzida bo'lishi kerak. Misol uchun, there is some bread in the fridge, xolodilnikda ozroq non bor. Non sanalmaydi, biz shuning uchun uni sam bilan beramiz yoki sanaladigan. I have some English books. Menda bir nechta ingliz tili kitoblari bor. Va aynan aytib o'tganimdek, agar any bilan beradigan bo'lsak, anyni faqatgina negativ, ya'ni inkor va question, so'roq gaplarimiz bilan ishlatamiz. Misol uchun, there isn't any cheese in the fridge, xolodilnikda ozgina pishloq qolgan. Yokida do you have any English books to read? O'qish uchun senda ingliz tili kitoblari bormi? So'roq shaklida. Ammo istisno holati deydi, ya'ni исключение istisno holatlarida bolalar doimo so'roq holati kelgan bo'lsa ham, quyidagi ikkita gapimiz biz ham any ishlata olmaymiz, so'roq gap bo'lsa ham sam ishlatamiz. Sababi bunda mazmun nimanidir so'rash ma'nosini emas, nimagadir taklif qilish ma'nosini beradi. Misol uchun, would you like some coffee yoki can you drink some tea? Biroz kofe xohlaysizmi yoki choy olib kelib beraymi? Keling choy iching, bir piyola choy iching degan ma'noda ishlatiladi. Taklif qilish sababli mana shu ikkita holatdagina so'roq ma'nosi bo'lsa ham any emas, sam ishlatamiz. Qolgan so'roq yoki inkor holatlarda hech qanaqa o'ylab o'tirmasdan bemalol anyni ishlatsalaring bo'laveradi. Endi yana bizni keyingi chalg'itadigan situatsiyalardan biri a little, few yoki a few holatlari. Buni bizda to'rala so'zni ham ma'nosi kam degan ma'noni bildiradi. Misol uchun, o'zbek tilida ham, rus tilida ham kam degan so'zni biz bitta so'z bilan ifodalay olamiz. Ya'ni qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar, u narsa yetarli bo'ladimi yoki yetmaydigan bo'ladimi, kammi, biz faqat kam deb aytamiz. Lekin ingliz tilida mana shu kam holatini ham to'rt xil holat bilan ifodalaymiz. Shuning uchun to'rt xil so'z ishlatiladi. Ya'ni agar biz ishlatadigan otimiz sanalmaydigan va yetarli bo'lmasa, biz unda little o'zi bilan beramiz. Misol uchun, we have little milk left, I should buy it. Ozgina sutimiz qoldi, biz yana sotib olishimiz kerak. Ya'ni недостаточно, u narsa yetarli emas biz ishlatishimiz uchun deganda va sut sanalmaydi, shuning uchun ham little bilan beramiz. Agar biz ishlatadigan otimiz va shunday sanalmaydigan va lekin kam bo'lsa ham bizni nimadir ishlatishimizga yetarli bo'lsa, ya'ni qondira olsa, bizni qoniqtira olsa, ishlatadigan narsamizga bemalol a little bilan beramiz. Misol uchun, thanks God, we have a little milk. Xudoga shukrki, bizda ozgina sut bor ekan. For example, например, I have me cappuccino. Men cappuccino qila olaman, ya'ni men cappuccino ichishim uchun bu menga yetarli, oz bo'lsa ham yetadi degan ma'noda a little bilan beraman. Endi few va a few haqida gaplashadigan bo'lsak, bu ham oz degani xuddi little'ga o'xshab, lekin yagona farqi bu sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladigan bo'lsa, buni biz sana bo'ladigan otlar bilan ishlatamiz. Misol uchun, there are few pancakes. Agar u narsamiz, ishlatadigan narsamiz sanaladi va yetarli bo'lmasa, unda few bilan beramiz. Например, there are few pancakes left and I have to make an omelette. Bizda ozginagina pankeklarimiz qoldi. Men omelet pishirishim kerak, demak, menga yetmaydi. Keyingi gapimdan bilinib turibdiki, pankek yetmaydi va yana qo'shimchasiga omelet pishirib qo'yishim kerak. Agar a few bilan beradigan bo'lsam, unda oz lekin yetadi. Misol uchun, there are a few pancakes left, so my morning will be perfect. Demak, pankeklar ozgina qoldi. No, mana ozgina pankekim bor ekan, demak, meni tongim perfect bo'ladi, yetarli men uchun degan ma'noni beradi. Aziz kuzatuvchilar, barcha fanlardan yana ham ko'proq foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.